Variantga sotiladigan furalarda chiqaring deydiganlar uchun 25 ming naqd puli borligi DAF XF Euro5 Swiss pritsep bilan birgalikda sotiladi. Tegatchili 2007-yilda ishlab chiqarilgan, pritsep yili ham 2007-yilda ishlab chiqarilgan, holatlari a'lo darajada 105 kubali mega. Agar buni naqd pulga olaman deydiganlar bo'lsa, buni eng arzon narxda olishingiz mumkin. Narxini 35 ming dollarga gaplashib qo'ydim. TVSda yana kelishiladigan joylari bor. Agar naqd pul bilan kelsangni, bunaqa narxga shu holatdagi fura har doim ham chiqavermaydi. Mashinani hech qanday kamchiliklari yo'q. Egalari o'zlari mingan mashina ekan. Baklari bu tomonda 650 litrli, bu tomonda 400 litrli bak bilan jihozlangan. Hadovoylari polniy qilib qo'yilgan ekan. Tegatchi ham, pritsep ham hadovoylari qilingan. Qilingandan keyin 5 marta reska chiqqan ekan. Mana pritsep balolarning holatini ko'rishingiz mumkin. Safmos lentakasi ham bor ekan. Mana orqa balolarning ham holati. Pritsepning ichki holatini ko'rishingiz mumkin. Usilindan qilingan, taxtalar hammasi joyida. Pastki qismiga polni alyumin qo'yib qo'ygan ekanlar. Tentlari ham zo'r holatda turibdi. Bu restdan kelgan ekan. Polini bitta tozalab tashlasa bo'ldi. Salonning ichki holatlari 2 tali spalni, 8 tali mexanik korobkada, akkuratni qaraminilgan mashina. Buni yurgan masofasi 1.596.000 km masofani bosib o'tgan. Akalar, furaga qiziqqanlar bo'lsa, tez aloqaga chiqib baraka qo'yishingiz mumkin. Ushlab turmayman. Tez sotib olaman deyapti egalar. Ulgurib qolinglar. Telefon raqam videoning past qismida bo'ladi. Agar sotilgan bo'lsa, baraka bo'ldi deb yozib qo'ygan bo'lamiz. Qiziqqanlar, manzil Namangan viloyati Namangan tumani Xonobod qishlog'ida turibdi. Agar narxi arzisa videoga bitta like bosib, arzon narxda shunaqa fura olaman deb fura ishlashga jo'natib qo'yinglar. Yana sotuvdagi ko'plab furalarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ysangiz esdan chiqmasa, sotuvdagi furalar hali oldinda.